Sizga 3 yil avval shu savolni bergandim. Olim aka, bugun jurnalistlarning ovozi balandmi, so'zi balandmi deb savolni berganimda siz aytgandingizki, afsuski ovozi baland. Bugunchi bugun ham shu ahvolmi? 3 yil oldinga nisbatan ham balandroq. Ha. Endi ularning yoniga blogerlar qo'shilib yana balandroq ovoz beryapti. Bizda yaxshi jurnalistlar yo'qmi? Bor. Bor. Ko'p. Ko'p, juda ko'p. Lekin borligiga bor, yaxshi jurnalistlar bor. Lekin ularni qalamini sindirayotganlar ham borda. Albatta. Bitta holat bilan javob beraman-da. Yaqinda o'qib qoldim. Bir olim vafot etdi. Xo'p. Ijodkor, vaqtida jurnalist ham bo'lgan. O'shani dafn marosimini kuzatayotgan kishi yozyapti. Odamlar shu tobutini ko'tarishga talashyapti. Go'zal. Bir-birini hatto itarib imkon qadar shu tobutini ko'taray deb harakat qilyapti. Keyin uni qabristonga borib qabrga qo'yayotganda shu imkon bo'lsa shu bir hovuch tuproq tashlashga intilyapti. Lekin o'ylab qoldim. U tiriklik paytida nega bu odamlar bormagan? Nega bugun talashayotgan odamlar uni holidan xabar olgan yo'q edi-ku? Nega inson aziz bo'lish uchun o'lish kerakmi? O'lish kerak. O'lim shunchalik uni aziz qiladimi degan bir savollar tug'ilyapti-da. Xuddi shuningdek sizni bu savolingizga javob berish qiyin.